Men o'zim tug'ishni xohlamayman. Meni kesarva qiling. Hozirgi kunda juda ko'p ayollar menga murojaat qilishyapti. Keling shu haqida gaplashamiz. Kesarva yo'li bilan tuqqan bo'lsangiz, xo'sh, o'zi 3 martagacha kesarva mumkin. Bu bachadon chandig'ini hosil qiladi. Bitishi juda ham qiyin bo'ladi. Kalorik to'qimalar hosil bo'ladi. Siz har kesarva qilganingizda ichki chanoqlarda tos suyagidek organlarning anatomik o'zgarishlar bo'ladi, ayniqsa bachadon va u yerda chandiqlar hosil bo'ladi. Ko'pchilik ayollar jinsiy aloqadan keyin menda og'riqlar bo'lyapti, hayz payti og'riqlik kelyapti. Bu hammasi kesarvadan keyin asoratlar. Xo'p, kesarvadan keyin yana qanday asoratlar bor, bilasizmi? Eng katta bu ip qolib ketsa, u yerda o'zgarishlar bo'ladi. Nisha simptomlari bo'ladi. Bachadon yaxshi bitmay, tikilgan joyda suyuqliklar paydo bo'ladi va sizda oxiri oqibat bepushtlikka olib keladi. Shuning uchun aziz ayollar, kesarvaga juda ham qiziqmanglar. Tabiiy tug'ruqqa yetadigani yo'q. Tabiiy tug'ruq bilan tug'ilgan bola ham ona sog'lom bo'ladi. Faqat qachon kesarva yo'li bilan tug'ish mumkin? Bunga asoslab ko'rsatma bo'lsa, albatta kesarvani tavsiya qilamiz. O'z sog'lig'ingizga bee'tibor bo'lmang.